Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat salomlar bo'lsin. Hurmatli mu'min musulmon birodarlar, biz inshaalloh ba'zi bir suhbatlarni qilib davom etyapmiz. Bugungi suhbatimiz salbiy so'z haqida. Kalima deb boshlaganmiz. Bugungi suhbatimiz salbiy kalima. Ya'ni menga nima yoki menga baribir degan ma'nodagi so'z. Hayotni kuzatsangiz agar ba'zi bir insonlarni ko'rasiz, menga nima yoki menga baribir deb ketib hayotlarini davom ettirib yurishadi. Haqiqiy inson, najotga erishmoqchi bo'lgan inson, yuksak darajalarga ko'tarilmoqchi bo'lgan inson, ya'ni hayotda yashab turganda bir o'zidan iz yoki ma'no qoldirmoqchi bo'lgan inson menga nima degan so'zni tark qiladi. Balki mana shu narsaga ham men e'tibor berishligim kerak. Bu narsaga ham men e'tibor berishligim kerak degan o'y, fikr, g'am, tashvishlar bilan yashaydi. Birodarlar, bizning shariatimizda e'tiborlikka qaraydigan bo'lsangiz juda ham ko'p. Biz bularni ba'zilarini aytamiz xolos. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu." Menga deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Jabroil alayhissalom qayta menga qo'shningga bee'tibor bo'lmagin, qo'shningga yaxshi muomalada bo'lgin deb nasihat qilaverdi, vasiyat qilaverdi. Hattoki men o'ylab qoldim, bu qo'shnim mendan meros ham oladi shekilli, merosxo'rga ham aylanib qoladi shekilli. Bu darajada agar men qo'shniga e'tibor qilishlik kerak bo'lsam degan hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Yoki boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shnilari bo'lgan yahudiy bir bola dunyodan o'tayotgan paytda o'lim kasalligi kelib, ajali yetib turgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqdilar. O'sha o'rinda ham u bolani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat qildilar. Ha, menga nima? Bu dunyodan o'tib ketsa, o'zi shuncha narsani eshitdi, amal qilmadi, endi do'zaxga tushib ketaversin degan so'zni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmadilar. Balki, ya g'ulam, ey bola, qul amantu billahi, Allohga iymon keltirdim deb aytgin deganlarda u otasiga qaraydi. Otasi aytdiki, qola ati Abul Qosim. Abul Qosim, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kunyalari. Abul Qosimga itoat qil. Mayli la ilaha illalloh deb ayt dedi. La ilaha illalloh kalimasini aytdi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar va aytdilarki, alhamdulillahillazi najja bi minan nar. Men tufaylik do'zaxdan Alloh taolo buni qutqarib qolganligiga hamdlar bo'lsin. Men tufaylik do'zaxdan mana shu insonni Alloh taolo qutqargani, men sababchi bo'lganim uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Bu musulmon bo'lib qolganligi uchun Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni sunnatlariga yana murojaat qiladigan bo'lsak, Oysha onamiz aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyda o'tirgan vaqtlarida hech qachon bekor o'tirmardilar. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uy ishlarida menga yordam berar edilar yoki boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lardilar degan Oysha onamizning hadislari bor. Ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ichkilarni sog'ishligi, ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam joriya va kambag'al bo'lgan insonlarga oyoq kiyimlarini tikishligi, ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning uylarini qarashligi, Oysha onamizga yordam berishliklari menga nima? Bu uyning ishlari menga uncha muhim emas, uncha qiziq emas. Boshqa odamlar buni bajaraversin, men qilmayman degan so'z emas. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati uy ishlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yordam berar ekanlar. Masalan, hozir bizning vaqtimizda, bizning zamonimizga kelib ba'zi bir odamlar ichsa yoki ba'zi bir odamlar cheksa yoki ba'zi bir odamlar benamoz bo'lsa, biz menga nima? Menga qanday mas'uliyati bor? Buni menga nima daxli bor degan so'zlarni aytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Al-muslimu akhul muslim." Musulmon musulmonning birodari, kattalari akalari, kichkinalari ukalari, bular hammalari bir-birlariga yordam beradilar, bir-birlariga ko'maklashadilar. Menga nima deb ketmaydilar degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis aytibdilar. Yana shu ma'nodagi hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Va an tahmila mata'ahu alayha." Siz yo'lda ketayotgan vaqtingizda
bir musulmon inson, musulmon emas bo'lsa ham, bir musulmon inson yo'lda matosini ulovga yuklay olmay, kuchi yetmay turgan bo'lsa, yoki mashinasi buzilgan bo'lsa, yoki bir og'irlik qilayotgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda ham aytibdilar: "Va an tahmila mata'ahu alayha." Matosini yuklab qo'yishligingiz, ko'tarishligingiz, yordam berishligingiz sadaqa deyaptilar. Demak, birodarlar, menga nima degan so'zni ko'p odamlar ishlatishadi. Bu so'zni ishlatmaslik kerak. Balki yordam berishligimiz kerak bo'ladi. So'zimiz nihoyasida sahih hadisda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bag'iyya min bag'oya bani Isroil." Bani Isroildan bo'lgan bir zinokor ayol saqatil kalb, itga suv berganligi uchun jannatga kirdi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Voqea qanday bo'lgan? U ayol juda ham chanqagan. So'ngra quduqqa tushdi. Quduqdan tushib suvni ichib qaytib chiqsa, wajadal kalba yalhasu tura minal atash. O'ta ham qattiq chanqab ketganligidan it tuproqlarni titib, kavlab ichidan suv chiqib qolarmikin deb og'ir ahvolga tushib turganda, qolatil mar'a, o ayol kishi aytdiki: "Laqad balagha hada." Mana bu itga, jonivorga menga yetgan chanqoqlik bunga ham yetibdi. Men buni sug'arib qo'yayin deb tushdilar. Tushib, suvni olib, kavushida suv olib og'ziga tishlab, eplab quduqdan chiqib, so'ngra haligi itni sug'ardi. Fashakaralloh, Alloh subhanahu va taolo mana shu ayolni shu qilgan yaxshiligi uchun jannatga kirgizib yubordi dedi. Demak, zinokor ayol menga nima demadi, balki yordam berdi. Ammo bu hadisning ikkinchisi esa shu ma'nodagi yana bir hadis. Bir ayol kishi mushukni qamab qo'yganligi uchun suv ham bermadi, yo ochiqligiga ham qo'yib yubormasdan qamab qo'yganligi uchun do'zaxga tushib ketib qolgan. Birodarlar, salbiy bo'lgan bu sifatlardan biri menga nima degan narsalarni kamaytiraylik. Balki har bir narsaning ichidan savobni izlaylik. Mana shu o'rinda inshaalloh siz bilan bizga savoblar ko'p bo'ladi. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.